3 yildan so'ng ilohiy chaqmoq uni yo'q qilishi kerak edi. Ammo Shen Gongbao bunga to'sqinlik qildi. Keyin yovuz marvarid nejaga aylandi. Ruh marvaridi esa ajdaho podshohi o'g'li Aobinga aylandi. Tasodifan taqdirlar birlashdi. Ular do'st bo'lishdi. Neja ota-onasining mehrini his etib o'zgardi. Yovuzlikdan yuz o'girdi. So'ngra Chentang shahrini qutqardi. Aobin bilan birga osmon jazosiga qarshi kurashdi va taqdirni o'zgartirdi. Neja 2. Siz osmon jazosiga qarshi turdingiz, lekin jasadingiz yo'q bo'ldi. Agar ruhingiz tanasiz qolsa, tez orada butunlay yo'q bo'lasiz. 7 rangli ilohiy gul himoya qiladi va yangi hayot beradi. Va men sizga yangi tana beraman. Ishlang! Nimadir joyda emas. Axir aytdim-ku, osmondagi nilufar guli ildizidan un tayyorlash jasad yaratish uchun zarur. Sen hozir oyog'ingni qashigan qo'ling bilan un tayyorlayapsanmi? Hech narsa qilmaydi. Keyin yuvib tashlayman. Sening oyog'ing haqida aytmadim. Burningni artding-a? Yo'q, burnimni artmadim. Bu shunchaki un. Mana qara, bu nilufar gulini uni. Un tayyor. Keling, har biringizga bittadan qani oling. Tezroq yeb oling, ruhlar tarqalyapti. Mayli, ruhim tarqala qolsin. Ey, juda inchiqsan-a. Harakatlana oldim. Bu nima? Rahmat. Buni qidirib yurgandim o'zi. Boshladik. Uchadigan cho'chqaning xotirasi ajoyib. Haykaltaroshlik san'ati ham betakror. Ana bo'ldi. Rahmat senga cho'chqa. Qimirlama, tanang hali shakllanmagan. Ustoz, Shengabo va Sharqiy dengiz ajdaholariga qarshi Chentang qo'shinini jangga tayyorladim. Xavotir olmang. Ajdarholar hozir yirtqichlarni ushlab turishmoqda. Hech biri chiqa olmaydi. Shen Gongbaodan qo'rqish bizga xos emas. Lekin bunga qarang. O'xshabdimi? Men o'rgatganman. Lekin hammasi bir xil bo'lishi shart. Tanamni qattiqroq qilsam-chi? A? Janob, qaysi ota-ona o'g'lining mukammal bo'lishini istamaydi? Uzun va kuchliroq qiling. Yanada kelishgan. Chin erkak baquvvat va jasur bo'lishi kerak. Kelishgan chiroyli, nozik va mehrga muhtoj. Bo'ldi, yetar, bir qarorga keling endi. Baland va kuchli. Kelishgan va jozibali. Qattiqqo'l va jasur. Shirin va yoqimtoy. Bu nimasi? U qo'lingdan kelsa o'zing qil deyapti. O'zim qilishim kerak edi. O'zing qilganing yaxshisi. Endi ko'p kutamiz. Sen qanday tanani xohlaysan? Sen suv unsuri bilan tug'ilgansan. Shuning uchun suv bilan ishlov berish kerak. Ochil!
Ajoyib. Tayyor. Qani, tugatdingmi? Tayyor bo'lib qoldi shekilli. Bu versiya eng mukammal bo'lsa ham, hali ishlov qilishim kerak. To'g'rimi? Birinchisidan foydalana qolaman. Kelishgan va jozibali. Ha, men ham shunday deb o'ylagandim. Ha. Sen olov unsuri bilan tug'ilgansan. Maxsus olov bilan shakllanishing kerak. Xabar olib keldim. Dengizda dushman paydo Bu bo'ldi. Shen Gangbao bo'lishi mumkin. Faqat o'zi. Qiziq. Siz davom etavering. Biz dushmanni to'xtatamiz. Ustozimdan so'ray, ruxsat Joyidan bering. qimirlamagan. Tananing barqaror bo'lishi uchun vaqt kerak. Shen Gangbao, bu yerga yana kelishingning sababi nima? Siz men va ajdaholarning rejasini bilib bo'ldingiz. Ichimda doim beqarorlik bor edi. Changtang shahri qattiq qo'riqlanyapti. Tayyi ustoz ham ichkarida. Sen yolg'iz hech narsa qila olmaysan. Kim aytdi? Meni yolg'iz ekan deb. Ruh marvaridan o'g'irlaganing fosh bo'lsa, nafaqat o'g'ling uchun qasos ololmaysan, balki Sharqiy dengiz ajdarxolari ham jazolanadi. Bu ish fosh bo'lsa, seni dengiz tubidagi do'zaxga jo'natishadi. Haqiqat baribir oshkor bo'ladi. U yerda seni eski tanishlaring bor. Seni qanday kutib olishlarini ko'ramiz. Ajdarho saroydan chiqa olmasang, o'g'ling uchun qasos ola olmaysan. Men sendan ham ko'proq xavotirdaman. Hali bu yerda masxara qilishga ruxsat berilmagan. Men aslida maslahat bermoqchi edim. Lekin meni afv et. Aka, singlingning qobiliyatini unutdingmi? Men tushundim. Tezroq gapir. Agar Shen ustasi ajdaho panjasi bilan Chentanga borsa, uni yordamida men oldimga yo'l ochiladi. Shunda dengiz yirtqichlari akamga shaharni yo'q qilishda yordam beradi. Osmon chaqmoq quroli. Bu qanday bo'lishi mumkin? Ular 1000 yillar oldin zindonband qilingan edi. Qanday chiqishdi? Ajdaholar ularni ozod qildimi? Ular hali ham zanjirband. Shuning uchun qochib ketishlariga yo'l yo'q. Bu eng mukammal reja. Aka, nima deysiz? Sen shunchalik aqllimisan? Gapni cho'zma, ayta qol. Bu do'zax ichida, olov ichida azoblanish menga yoqmayapti. Vaqt ham sekin o'tyapti. Agar jahannam olovini issiqligini kamaytirsangiz va azobni yengillashtirsangiz, biz senga yordam beramiz.
Shen Gangbao yana qanday o'yin boshlabdi? Nihoyat chiqib oldik. Ha! Hayır. Bu pastkashlik. Tamam. Endi Li janoblariga nima deymiz? Agar u bilmasa muammo yo'q. Ma, ol. Meni kaltakla. nima? Unga bizni do'pposlashdi deymiz. Ha, Li janob bizni shunday holatda ko'rsa bizni ayblamaydi. Qani ur. Hozir. Hoy. Hoy. Hoy, ikkovingiz. Ustoz, shu yerdamidingiz? Yakshovlarni qochirib yubordi. Aslida ayb seni e'tiborsizligingda. Asossiz. Sen aybni tan olmayapsan. Ey, ikkita tentak. Hoy! Ikkalang ham tezroq meni himoya qil, sizlarga aytdim. Ha, xo'p.